sochlarni gullamasligi uchun eng muhim qoidalar. Aytdim-u, endi bir oy roldan yeyman deb. Eslab qolamiz. Sochlarni jismoniy yoki kimyoviy shikastlanishini oldini olamiz. Menimcha eng ko'p zarar yetkazadigan narsa bu obesvechение qildirish. Ha, professional uxotlar qilsa bo'ladi, lekin baribir bu sochni ichini ochib, ichidan pigmentni chiqarib olish. Sifati qanaqadir darajada baribir tushadi. Lekin rosa chiroyli, shuning uchun ham o'zim qilaman. Ikkinchidan, fen, dazmol yoki ploykalar qilmaslik. Yoqmadi gapim. Hech bo'lmasa termozashita ishlatish kerak. Termozashita bu fendan oldin ishlatiladigan qanaqadir spreylar. Odamlar nimagadir termozashitani sochni issiqdan saqlaydigan uxot deb bilarkan. Ozgina unaqa emas. Soch baribir qiziydi. Yaxshi ukladka uchun esa soch qizishi shart. Termozashita bilan issiqlik butun sochga tarqaladi. Demak, issiqlik bitta nuqtaga urib, o'sha joyni kuydirib qo'ymaydi. Uchinchidan, yozda quyoshda yurmaslik. Ayniqsa qora sochlar juda tez qiziydi. Kepka, shlyapa, soyada yurish yaxshi variant. To'rtinchidan, men yaqinda kashf etgan ma'lumot, mokriy effekt prichoskasini test qilib ko'rgandim. U esa sochni yaxshigina quritar ekan. Logichni o'ylab ko'rsak bo'ladi. Demak, mokriy effektda soch qattiq bo'ladi, sal buksam ham sinib ketadi. Gullab bo'lgan sochlarni esa afsus kesish kerak bo'ladi.